Yangi yildagi oilaviy janjallar nimaga olib kelishi mumkin? Yangi yilda oilaviy janjallarsiz bayram bo'lmaydi. Hamma o'tiribdi, lekin kimdir nimadandir xafa. Chunki salatga ko'p mayonez qo'shilgan degan e'tirozlar bilan ichkilik fondida bir necha nojo'ya oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchi oqibati haqorat. Shu yerda haqoratlar boshlanadi va e'tibor bering, bu ma'muriy javobgarlik. Yangi yildagi birinchi sovg'a bu ma'muriy protokol. Ikkinchi oqibati bu qo'l ko'tarish. Agar kimdir qo'l ko'tarsa, bu bayram tugadi degan va jinoiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Men uni faqat turtib qo'ydim degan bahonalar bu yerda o'tmaydi. Uchinchi oqibati bolalar. Oilaviy janjallarda ko'rgan bolalar bilingki, bu vasiylik, aliment va profilaktika suhbatlar bilan tugashi mumkin. Yangi yilda salatlar ham, asadni ham aralashtirmang. Agar bunday muammolar bo'lsa, bizga murojaat eting, biz bayramni qutqaramiz. Hammani kirib kelayotgan 2020